Elleydin dilimga muhabbet tarap. Can ata anamның bağırdı yayrap. Bağrını bersimu yani mehriga. Kan almay keldim ben. Kan almay keldim ben. Muhabbet sorap. San'atga bağlangan rishtimning tarih. Ishqida dog'langan yurakning bari. Bolay deb san'atning chin vafodori. Gulxanda ko'ydim men. Gulxanda ko'ydim men. Muhabbet so'rab. Her sahar naqshamdan uyg'onsa jahon. Her sahar naqshamdan to'lg'ansa janon. Her sahar yurakda bixlansa armon. Gül tizib keldim men. Gül tizib keldim men. Muhabbet so'rab. Mehringdan qalbimga o't yoqdim san'at. Pervanang yo'liga nur chochding san'at. Olqishlar, tilaklar men uchun madad. San'at deb yashayman. San'at deb yashayman. San'at deb yashayman. Muhabbet so'rab. Muhabbet so'rab. Muhabbet so'rab. Bilmedim visalınğa yeter mu kalbim. Bilmedim bular memnu ömürlük sirdaş. Köydürüp yüreğimni salmasan nezer. Bilmedim ötermen mu töküp ünsüz yaş. Köydürüp yüreğimni salmasan nezer. Bilmedim ötermen mu töküp ünsüz yaş. Ben bilelmedim, ben bilelmedim, ben bilelmedim. Hicranın bana hemrah, gözlerimde yaş.
kılarsan muhabbetimni. Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar, aziz mehmonlar, qarindoshlar. Kelgan qadiminglarga marhaba. Sizlarning qimmatli vaqtinglarni ajratib, DVD ham MP3 plastikasini taqitish murosimiga qadam tashrif qilganlarni qiziqib qarshi olamiz. Bosqan qadiminglardan gul inson. Rahmat. Endi Elijondan anglayli. Elijon. Assalomu alaykum. Naqsh kechiligimning DVD ham MP3 plastikamning taqitish murosimiga qadam tashrif qilgan aka-achilarim, ustozlarim, yurtdoshlarim, Allohgina do'st birodarlarim, hammanglarning bosqan qadaminglarga ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Aziz do'stlar, bilish mumkin, Alijonning bir qancha yillik tirikchiligining mas'uli bo'lgan muhabbat so'rab temisligi tunji naqsh kechiligining muvaffaqiyatli o'tkaziligiga mana 3 oy bo'ladi qoldi. Yana 3-chi oyning 30-31 ve 4-ci ayın 1-ci günleri muvaffaqiyatli halda Tumul diyarında o'tkazildi. Nurg'un do'stlarning muhabbet sordu, ota-onasidan muhabbet sordu, cemiyatdan muhabbet sordu. Hem bu kechiligi qizg'in olqishlarligida muvaffaqiyatli oyoqlashgan edi. Mana bugun kechilik tayyorlik boshlangandan tortib, bugunga qadar bo'lgan orliqdagi xizmatlardan va kechilikdagi shundoqla shu plastiklardagi shu aloyidliklarni do'stlarga tonishtirish yuzidan bugun do'stlarni alayda shu so'ringa taklif etdik. Shu munosabat bilan do'stlarga yana bir qitim alayda rahmat aytamiz. Rahmat. Alijon o'zi shu kechilikdagi alaydigini ham shundoqla plastikani ishlash jarayonini do'stlarga she'rilab bersa. Marhamat. Kechilikka tayyorlik boshlagandan tortib mana azkam 3 yil vaqt bo'ldi. Bu 3 yil jarayonida eng oldi bilan kechilikka naqsh tanladik. Naqsh tanlab bo'lgandan keyin uning muzikasini chalg'ilashtirish, yana akkordlashtirish xizmatini yapadik. Undan keyin naqshlarni ovozga ilish, ovozga bo'lgandan keyin tahrirlash xizmati, ondan keyin butun naqsh bitib bo'lgandan keyin kechilikning vaqti bekitilib, ondan maxsus kechilikka bir necha oy tayyorlik qildik. Kechilik 2012-yil 3-oyning 30-i, 31-kuni, 4-oyning 1-kuni Qumul naqsh usul o'miki o'yin qo'yish zalida muvaffaqiyatli holda o'tkazildi. Kechilikka jami 15 ijodiy naqsha, 9 xalq naqshisi, 2 tarjima naqshi bo'lib jami 26 naqsh qatnashtirildi. Buning ichida 16 naqshini o'zim yolg'iz o'rinladim. 2 naqshini kasbdishim Gulgina bilan aytdik. Shunda bo'lib jami kechilikda 18 naqshini o'zim o'rinlagan bo'ldim. Bu naqshlarning ichida 3 naqsha o'zimning ijodiyati, bir tekstim, o'zim yozgan bir tekst bor. Shunda bo'lib kechilikda 4 emgak meyvam bor. Ko'nglimdagi gaplarni qilsam, biz bu sahnaga o'zimiz menga chiqib olgan emas, albatta ustozlarimizning yetaklashi, do'st kasbdoshlarimizning yo'l ko'rsatishi orqasida o'zimizning tirishchanligi qo'shilib bu sahnaga chiqqan mush fursatda meni tarbiyalagan barliq o'qituvchilarimga, ustozlarimga men uchun ügüt nasihatlarini aql parasini aymasdan yo'l ko'rsatgan barliq aka-achilarimga, Allohgina do'st birodarlarimga yana bir qatim rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Kechilikning muvaffaqiyatli chiqishida meni uzluksiz qo'llab bergan ota-onam, qarindoshlarim, do'stlarim, kasbdoshlarim, kechilikning vujudga chiqishiga bosh sababchi bo'lgan kechilikning bosh planlovchisi Kerem Abdurim akamga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat. O'mak boshlig'i Jalil Osman akam boshliq, kechilikning bosh rejissorlik vazifasini ustiga olgan Jalil Abdurim akamga, kechilikning muzikalarini tahrirlab bergan Erkin Kerem akamga, shundaqla Qumul naqsh o'makdagi barliq usulchi artist, oqsab xizmatini qilgan akalarimga rahmat aytaman. Rahmat.
Keçilik cemi 163 minutda tugaydi, yani 2 saat 46 minutda. Şuna plastinkini A, B iki kısım kıldık. Yani A kısımda 14 nakşa, B kısımda 12 nakşa var. Kalgan nakşalarını biz CD qıp taqatmadık. CD'nin ornuna MP3 plastik kıldık. MP3 plastinkida keçiliktiki 26 nakşadan başka ben ilgiri bu programlarda orunduğan nakşalarım anın için yakın əlaqələrimizin bir neçə nakşası bulup MP3 plastinkida cemi 47 nakşı var. Biz plastinkini işleş jarayonida mayli surat süpütü olsun, mayli avaz süpütü olsun, küçümüzün yetişçe yaxşı qilish üçün bütün küçümüz bilen qancha kechalar uxlamay tirishib ishladik. Qolgan baholar hamda keng anglag'uvchilarning baholashiga qoldi. Rahmat. Albatta bu mening tunji plastinkam, shunda tunji naqsh kechiligim bo'lgandan keyin keçilikning ishlanishi mayli har qaysi jihatlarda bo'lsin, nurg'ulg'an kamchiliklardan cho'qim xoli emas. Bo'lsa ustozlarimiz, kasbdoshlarimiz naqshlarni anglagandan keyin, keçilikni ko'rgandan keyin keyingi ishlarimizning texmi yaxshi bo'lishi uchun qimmatli taklif fikrlarini bersa, bizga texmi yorqin ochiq yo'llarni ko'rsatsa degan umidimiz. Do'stlarimizga ham bir qitim rahmat aytaman. Rahmat. Sözümni qilib tushib ketsam bo'lmas, shunga keçilikdagi o'zimning ijodiyatim bo'lgan Gullola degan naqshni o'rnida basam. Bu naqshga Qumuldan alayda qimmatli vaqtini ajratib qadam bosib kelgan Qumul naqsh o'limining talantli usulchisi Ra'no Gulni usul o'ynab berishga sani taklif qilaman. Rahmat. Fikrimlik şu kadar Çin söygünle elipken Otqa urgan özeni Söygüşçün semender Fikrimlik şu kadar Çin söygünle elipken Otqa urgan özeni Söygüşçün semender Otqa urgan özeni Söygüşçün semender Şatlığım sen Gülale, meşuğum sen Gülale, gül aşığı ben özüm, kelbigim ga Gülale, gül aşığı ben özüm, kelbigim ga Gülale. Ver kolunu yollarda yitip kalsa ger kader Ben sen üçün cenimni takdim kılay geliver Ver kolunu yollarda yitip kalsa ger kader Ben sen üçün cenimni takdim kılay geliver Ben sen üçün cenimni Təqdim qılay geliver Mən sən üçün cenimni Təqdim qılay geliver Şadlığım sən Gülale Məşuğum sən Gülale Gül aşığı mən özüm Kəlbigim ga Gülale Gül aşığı mən özüm Kəlbigim ga Gülale Sen men üçün yegane Men sen üçün merdane Aşıqlığım namayan
Süydüm seni gülale, aşıklığım namayan. Süydüm seni gülale, şadlığım sen gülale, meşhugum sen gülale. Gül aşığı ben özüm, kelbigim ga gülale. Gül aşığı ben özüm, kelbigim ga gülale. Gül aşığı ben özüm, kelbigim ga gülale. Rahmet, rahmet. Rahmet dostlar. Acayip kızgına. Alican'daki şu izahatlardan, şu bayanlardan dostlar. Alican'dan kılan işlerine az tolu bolsa bildi. Dostlarning şu qo'llab quvvatlashi bilan Alican'ning har qaysi ishlari mana bugünkidek ro'yobga chiqdi. Rahmat do'stlarga. Rahmat. Tövende keçilikning musikalarining ishlanish, ovozga elish tahrirlash jarayonida Alican bilan mushu yan turib yordamlashib bergan do'sti, muzikat, yosh ijodiyatchi Keremcan Mamitulini keçilikning musikalarining ishlanish jarayonlari haqida bir so'zlab berishga taklif qilsak. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Hammaga Allohga vaqt chiqarib mush yaqin do'stimizning mush bugungi faoliyatiga qadam tashrif qilganlarga chin dilimdan rahmat aytaman. Rost degandek jiddiylashdikamiz aka. U hammamiz qarab o'tasi. Biz mush aqsabtila yursak bo'lgan bolalar asli. Men o'zim tanishtirib o'tay Keremcan Buluman muzika akkordlashtiruvchi. Mushu Alican do'stim o'sha kechilikka yangi tutish qilgandan boshlab hozirgacha nurg'un ishlarda tang maslahatda bo'ldik, tang fikrlashdik. Men bir 7 muzikani akkordlashtirdim. Ba'zanlari do'stlarimizga yoqdi. Shundan o'zim aytib xush bo'ldim. Alicanning tirishchiligi bilan bizning emgikimizmi ko'pchilik bilan ko'rishyotdi. Men Alicanga rahmat aytaman. Mushu Alicanni qo'llagan, shundoqla bizni qo'llagan barliq do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Endi bu muzikalarning alaylikini aytganda mening o'zimning his qilganlari Alican birinchidan shu muzikalarning melodiyasi, ahangning yangicharoq bo'lishiga ko'p kuch chiqadi. O'zi ahanglarni ishildi, tekstlarni ishildi. Onun kendi müzik akkordlashtirish jarayonidami bir narsani ta'kidlatmoqdoq hamda mumkinchilik bo'lsa, muzikani qo'rqmay, amanda chalsak birisi manda damo, anda qilsak birisi manda bo'lib qopti deb iliqi xafa bo'lib ketami deganni o'ylamasdan muzikalarda yangilik qilishni birinchi o'rin qo'ydik. Yana bir anglaydigan narsa nima deganda bizning ta'limimizga shu plastinkaning muzikalarini asos jihatdan bitkizib bir yak bo'lgan vaqtimizda O'zbekistonlik naqshchi Azadbek Nazarbek o'yin qo'yib urunchi kelib qoldi. Ham shu kishining muzikant bilan tonish fursatiga erishib ney chaldigan Daniyar degan bir yigit bilan tanishdik. Biz bilan tang tush bola. Shu bola mushkechilikdagi naqshlarning 5 naqshiga ney chapadi. Shuning bilan meningcha bo'lganda boshqacha bir tus oldi. Ba'zan bir muzikalar shu bolaning tirishchanligi bilan muzikamizni bir anglaydigan narsa shu muzikadagi ney endi meningcha yana bir alaylik u bir xil yaxshi qilyapti ba'zan muzikalarimizni. Yana birga nima desam bo'ladi? Alicanning tirishchanligi shu ko'pchilikning qo'llashi bilan bu deyni oxiri bitkazdik. Kechilik nihoyat yaxshi bo'ldi. Mana bugünkidek plastinka taqtish marosimini qilib o'tkazibmiz. Mening gapim shunchalik o'xshaydi. Men sahnaga chiqib qolgan haqiqatan akalarimiz, adlarimiz, do'stlarimiz tursa jiddilashib qoldik ekan. Men shunchalik gap qilay. Shu fursatda Alican do'stimning o'sha dinning yaxshi setilishi, davbanchilarning ancha-muncha bir insof qilish bilan rasmdaylarning ko'proq setilib ketishini umid qilaman. Hammaga gapdan ko'p rahmat. Rahmat. Rahmat Keremcan, rahmat. Davomli tirishing, rahmat sizga. Endi bizning shu mehmonlar ichida yana bir mehmonimiz bor. U bo'lsa-mu o'z vaqtida Alijanniki kechiligi mushadan ruxsat so'rab berib, muhabbat so'rab qaytib kelgan. Ya'ni Alijanning kechiligiga husni qo'shgan bir otash naqshchi. U bo'lsa-mu do'stlar bilib bo'ldi.
Muratcan Muhtar. Marhamat. Muratcan. Alican'ın altı müziksini işletmegin ha. Tövende bir sözlü bitin ha. Voy. Rahmat. Assalomu alaykum. Yana mushu Alijon do'stimniki mushu plastinka taqitish marosimga qatnashib o'tagan bog'liq mehmonlar. Men nima deyman, shu boya men demoqchi bo'lgan gaplarimni shu Keramjon deb bo'ldi endi bir hisobda. Nima deymiz? Faqat bizim şu aksaptıl yürüdüğün balla bir hesap sakini çıksam buduq ketdiken bomçu. Rahmat, mushu Alijondan ki mushu bundan keyin mushu plastikasini taqalgandan keyin jamiyatga yuz ko'rishgandan keyin tomoshabinlarning yoqtirib anglashini shundaqla tomoshabinimizga estetik zavq berishini chin dilimdan umid qilaman. Men mushu Alijondan ki g'ayratgam degandek oltin muzikasini arkadaşlar benim bu jarayonda şu Alijon bilan naytimi yaxshi fikrlarda shu muzikani yerimda qilgan bo'lsak, mana yaxshini proqni olgan bo'lsak, amal var Keramjon degandek yangilikqa intildik bir hisobda. Qag'ini hamda shu anglashlarimiz bir baho bersa degan umidda rahmat. Alijondan keyin mush kichiligida aytgan bir yangi naqshi bor. Shu lirik naqshimiz shuni mehmonlarimizniki hurmatiga taqdim etsem, mehmonlarimiz anglab bir baho bergan bo'lsanglar rahmat. Yana keldim seni ko'rayda, sig'ingochqa mening yurgim, chiqmadim ko'rgilim mening. Qalmadım aytqin kergim, chiqmadim ko'rgilim meni. Qalmadim aytqin kergim. Berelmedim ko'nglimni o'zgiga faqat, shamollardan so'rayman yarim qenida, shamollardan so'rayman yarim qenida. Tashvishlarim qiynaydi meni, yaman qildim nigorim holimni ajab. Tashvishlarim qiynaydi meni, yaman qildim nigorim holimni ajab.
Telmürmen yolunga her günü Eslep seni gözlerimden dur Günahım mı senin söygünün Eklüçün dilimde gam dur Eklüçün dilimde gam dur Dilimde gam dur Muratcan'a yeni bir kıtım alkış. Rahmet. Rahmet. Demesi bu. Mana mushundaq. Alijonning mushu muhabbet so'rab naqsh kechiligi hammamizning o'rtaq kuch chiqarishi bilan ro'yobga chiqdi. Ham bu kechilikning yana bir oloyligi o'tgan degan. Bir naqsha, bir yumor, yana bir usul bunda ma'ni. Rangarangda. Endi Alijon hozir deydi, shu deydiki, mushu plastinkidagi yumurdan bir ishkin deb bersang deydi. Endi do'stlar, yoqtirammi, yoqtirmi uqmadim. Bu endi olsa do'stlarning qizg'inligi asosida mushu Alijon haqida bir yumor bor. O'sha Alijon o'zi shundoq tirishchan. Shu kallasida o'qiyman deydigan narsa bor-da. Şuna qomul darınlarını bitirib bir neçə il işləgəndən keyin Ma'arif institutiga o'qishga chiqqanda. O'qish chiqib shundan bilan shu oraliqda yana nurg'un sohalar bilan aralashdi. Shu oraliqda bir so'riga kirib qolgan. So'riga kirib shundan bilan o'tirib qomul naqshlardan oyiqinimni anda bir ikki naqshni aytgandan keyin bir mo'ysipet shu ziyoli odam voy ufkam alamat etdingiz. Ha, dana siz nerede o'qigan? Ha, Şinjan'da şu Şinjan'da şu deb aytibdi-da. Deb aytgandiki, voy, bizning o'zimizning bolasi ekan. Voy, men mana Şinjan'da shuning professor, o'qituvchisi. Ha, daha shu qachon o'qiganmiz? Kechida ma'lum. Voy, kechida. Onda o'zi bizning yerdaning bolalari ekan degidek. Rahmat. O'sha hozir hamma sohadagi musobaqalashish, baslashib ketdi-da. Mush 3 mehnatchilikda baslashibdi. Baslashib shuni ular birinchisi voy men mehnat desa, yana birisi men mehnat deb, unda olsa mehnatchilik bir baslash baqaylar. Nimadan baslashimiz degan shuni bor. Unda olsa hammada mehnat nima bo'lsa, paypoq. Shuni paypoqni silib birinchisi shundoq aytibdi-da. Atgandan keyin turib 5 minutga serilib tushib ketibdi. İkincisi var. Bunun meynettemdi deb şuna ulan ikincisi. Paypağın silip lo. 5 minut duruptu, 8 minut, 10 minut durganda seyrilip çıkıptı. Üçüncüsü, mazlaştınlar benim alımda. Bunun meynettemdi, qaranglar, debler. Üçüncüsü, paypağın şunda etip. 5 minut duruptu, 10 minut duruptu. 15 minut ötkendeki ömüle çıkıp otqidek. O bu nima işte bir qarasa qurtlab ketibdi deydi. Rahmat do'stlar, rahmat. Endi shu isamkamning ancha-muncha bu shodlik minutlari programmasiga qatnashgandek ancha-muncha do'raydigan bo'ldik-da. Chunki talab bekchiq. Voy, bu isamkam do'rab bersangiz. Ha, do'rab beraylik deb shuni bilan. Bir kuni mustaq isamkam chiqqan bir avtobusga bir ayol bolasini ko'tarib chiqibdi-da. O bola shunda o'roq, shunda vijek. Asha qizil o'rilib ketgan kim shunda sepkin shunda bola ekanda. Şuna valla balını götürüp çıktandaki şoför vay cahanda muşundaqmı sep balı olamdı deb qo'yib degandiki ayolning qo'liga kirdi. Sana nima qo'ydi? Meni balam bilan qapsan go. U bu deb dushkanlisi jimda o'tirib da şoför deb ketdi-da. Shundan bilan ochiqib qo'saq ajab ko'pda. Qo'sag'imda ajab ko'paydi-mi? Toz qo'sag'imda ajab ko'paydi deb shuna ular isamkamning endi o'rinda shunda o'ltirishiga isamkam ey qo'saq ko'p kedak nima yegan tushdi dedi. Va bir narsa yeganning ishi emas. Şoför odamga haqorat qilyapti-da, odamni kamsitayapti-da. U degan, siz nima degan? Men hech nima demagan. Unda o'zi bo'lmabdi singlim. Bu shu sizniki kishilik huquqingizga daxli darz qilganlik.
Siz berip onun bile yetişip gelin. Ben maymunun balısını da götürüp duraydı gerek. Dostlar bir alkışlar bile İbrahimcan nedir? Sahneye. Hadi. Assalamu alaikum. Barliq mushu Elecan'daki iştirakçilari desek, hem de Elecan hükümümüzdeki kişiligi gerçi qatnaşmagan bolsak mı bugün bir şeyde bir işten ben hem de şunda xursand bo'lib yana bir tarafdan nayet ko'nglim yerim bo'ladi hozir. Ma deyni men almoq ishtim CD sunmaganiga ag'im kelmadi, ko'ymagandagi deyman. Bunun ait nurgun şeref kılgan işki hem şu fırsatda mabişki yumur qıpasam Alamet hem de şu bir kısım beketlerge kirsek bu şunda bir hem o siyaset toğra şu metregi toşmagan balladın yerim belet alıdığan artıp geçse maşınlarga sağmaydıgan bu toğra evvel hem de lekin bu şunu ait hata soraydı eken de bula ötkende bu 90 qaytmakçı olup beket kirip Düşki geldiğimde belet kesidiğen kız oldu. 90 beletin bir kesmegen bu sonuç desem balıva mı akade ba sen neçi balıva de işki desem ulan neçi yaş girdi çoğun 18 girdi küçük 16 yaş girdi desem uladın bütün belet alımız de öyde ula Kanda gitti bu beket işe bu öyde gilegin belet sattım sizle Desem o aka özünüz balıvam desem bu adınızda baban yok deymen mi sizge? Ben bunda o seferik uşak ballarını bile elip çıkan mı deysiz bunu fıkıyorum bunu desem vay yavma o da. Boğa işi başka çoğun işi yok be. Bağı ötkende ben sayopunu ki Toku korumasını pek danlap gitti de ağın balla bir çıkıp gelsek bir yesek avma bu degenkin mağalamızda basak rast degengidek adam degen tıkım bir aşkanda kirsek bir üstelini bir kakıpede yanımızdık üstelde 4-5 kız olup ki bu kızlardan tanımayımız bulan tokusu yama açık korup etken mi bir kız ol ağzı bir paş tokun seple kakşap gettik yey numundak açık korugan toku bu ma toku ma lazını yep köymegenini köydüm dedi ekelina köymegenini kördü ağışıma yapak ağışın Hakkıda sebeler rahmet boğa işi başka çoğun işi yok Rahmet. Avazınız da gelmesin. Ne diyorsun onda olsa erkin bayan kılış ya. Bugün Alican'daki plastik taqtish murasim qatnash qilgan intayin xo'shalman. Alican haqiqatan malaka tirishchan bola ekan. Men shu bir qatam badem shu nimaga ishlatqa yerlarga kech kunduz ishlab shu natijani qo'l keltiribdi. Buni pek suyundim hamda. Endi qarasam men birisi ma Alican naqshlarida bir yaxshi taraf ekan, ma Uyg'urlarniki an'anaviy naqshlar bilan zamoniy naqshlarni birlashtirgan. Buningdagi xilq naqshlarni aytgan, ijodiy naqshlarni qo'shib aytgan. Buning nisbatini ham yaxshi tanlabdi, deb o'ylayman. Buningdagi Alijanniki ishlarining texnik utuqli bo'lishini, ömrünün uzun bo'lishini, texnik xalqimizga texim güzel, texim yaxshi ma'ni o'z taqdim qilishini chin dilimda umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. İmallah bugün hamsa Alican'ның muhabbet so'rab degan naqshi kechiliginiki DVD, MP3 plastinkalarni taqtish murosimi qatnashib qoldik. Bu ilimiz haqiqatan tirishchan ekan. Moshundaq bir ilmiy emgakning ro'yobga chiqishi oson emas. 3 yil deganda bir bola tug'ilsa, yasliga vaqday bo'lib qoldi raskatmoqsa. Moshundaq zerikmay, tirikmay, moshundaq bir narsani xalqimizga sunganligi haqiqatan men ta'sirlandim. Moshundaq yap-yosh turiblar, moshundaq bir ijodiy emgaklarni ro'yobga chiqargandan keyin kelgusining nihoyat bir parlaq bir yosh bizning to'nilayotgan yosh san'atkorimiz ekanligini tushundim. Men bundan keyin tenining salomat bo'lishining, ijodiyatlarining barakat tepishini tilayman. Hammalarga rahmat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, yaxshimisizlar?
Ağinimiz Alican'daki muhabbet sorab namlıq DVD MP3 plastinski çıqqanlığını anlap nəhayət xoş olduq. Alican bilan neçə qatim paranglış arqılıq hem de dəy çıqqandan keyin Şinxua kitapxanası hem İbrat kitapxanası arqılıq hem de hər qaysı tarqış nöqtələrə tarqalsaq deb fikirləşdik. Bundan keyin ağinimiz Alican'daki bundan keyin mütəxim tirişib yaxşı nəticələrini qo'lga keltirishini umid qilaman. Ko'pchilikka rahmat. Bugün ukimiz Alican'niki muhabbet surab degan DVD ve MP3 plastinkasini taqish marosim bo'libdi. Bu katta uyushtiribdi bu sorun. Men qatnashganligimdan nəhayət xursand bo'ldim. Endi meniki bir mush me'morlar bayada deb qo'ydiganim Alican mushu qilday ishlash jarayonida meniki bayqig'inim mushu kasbiy jihatda muzika ishlashda bo'lsin, lo'yin qilgan ishlarda bo'lsin, nəhayət astoydilga. Men bir 6-7 naqshniki g'ijigini men chilpadim. Şu jarayonda bayqidim nəhayət inchga astoydil ishlaydi ekan. Endi ba'zi jihatlarda bizmi bu bolaga yetamaydi ekanmiz. Biz mush bolani mush ro'yidan o'rgansak bo'ldi ekan deydigan to'yga kelib qoldim. Endi bugun bu ishlarni hammasi dağdığlıq qilib chiqibdi. Buni tabriklayman. Rahmat. Assalamu alaykum aziz mehmonlar. Alican bizning xizmatishimiz bo'ldi, necha yil ishildik. Ko'zimiz yumsaq bo'lmaydi. Alican kasbda haqiqatan tirishdi, bek tirishchan. Biz mayron qilamiz. Mayli o'zgalar emas, bizga bo'lsinmi, shu naqsh etishiyatdan bo'lsin, naqsh tanlashiyatdan bo'lsin, bizga har jihatdan yordam qila oladi. Bu daqiqaning tayinning tayyorlig'idimi biz hayron qoldik. Kech kunduz mushtay uchun bek tirishdi. Shuningga mishad o'tagan barliq mehmonlarga vakolatan Alining bu dini qizg'in tabriklaymiz. Shunaqlamış birday bilan to'xtab qolmay, yana bizga yoqadigan yaqinlik naqshlarni davomli o'tkazib tursa, bo'lsa bu daq kechiliklarda bizdagi yaqin xizmatdoshlarni unutib qolmasa deb o'ylaymiz. Rahmat. Tug'ildim dunyoga qaysar yashayman. Oqni ham qorini bilib yashayman. Tog' kabi dard alam asmu dilni, va lekin abadga mag'rur yashayman. Tog' kabi dard alam asmu dilni, va lekin abadga mag'rur yashayman. Yürekten tam sıkan tam udulegen, Akkozmay yeşimni yutup yaşayman. Yürekten tam sıkan tam udulegen, Akkozmay yeşimni yutup yaşayman.
kunlarmi o'tib ketarkan. Ishashga, umidga to'lib yashayman. Dert elem yıksa yıksın beni, tez durup ornumdan külüp yaşayman. Dert elem yıksa yıksın beni, tez durup ornumdan külüp yaşayman. Gülgümen emasman çimende tiken, kalbimge armanlar püküp yaşayman. Gülgümen emasman çimende tiken, kalbimge armanlar püküp yaşayman. Kalbimge armanlar püküp yaşayman. Rahmat. Şinjan Xaris Madaniyat Tarqitish Cheklik Şirketining direktori Muhammad Efendini so'z teklif qilsak. Marhamat. Assalomu alaykum. Muhtaram mehmonlar, kelgan qadimlarga marhaba. Alijonning tunji ajr mevzusi bo'lgan muhabbat so'rab temisligi bu naqsh kechiligining DVD va MP3 plastikasini tarqitish murosimiga qimmatli vaqtlarni chiqarib qatnashib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Şirketimiz 2010-yılı 5. ayda Özbekistan artistlaridan Bajlar guruhi ve Ziyade'nin naqshkechiligini uyushtirib, tunji qatim mushu sohaga qadam bosgan bo'lsak, 2011-yılı 1. ayda Özbekistan xalq artisti Azatbek Nazarbekovning naqshkechiligini uyushtirdik. Mana bu yıl 3. ayda Alijonning muhabbat so'rab temisiga naqshkechiligini uyushtirish sharafiga erishdik. Albatta mehmonlar şirketimiz haqidagi tushuncha to'liq emas deb qarayman. Shu fursatda şirketimizni qisqacha tunishtirib o'tsam. Rahmat. Şirketimizning to'liq nomi Şinjan Xaris Madaniyat Tarqitish Şirketi. 2008-yılı kuzda Urumchida qurildi. Şirketimiz asosliq korxona, mahsulot, marka obraz loyiha ishlash, mahsulot o'ralma qop loyiha ishlash, televiziya e'loni, planlash, ishlash, tarqitish, shundaqla tashviqot filmi, maxsus film, san'atlik film, hujjatlik film, planlash, suratga ilib ishlash, shuningla yana 3 o'lchamlik loyiha qilish. Amam ko'pincha hozir 3 deydi, sen deydi bu xanjulab qildik. Undan başqa ovoz elish, muzik akkordlashtirish, e'lon, loyiha kesib turlari bo'yicha tarbiyalash qatorliq mulozimatlar bilan shug'ullanyapmiz. Hamda shirkatimizning bu kechilikniki qilgan ishlari tashviqot e'lon loyihasi, naq maydon yetakchiligini qildik. O'zim shaxsan berib shu yerda umumda turdik ham shuningdek. Undan başqa 57 ekran loyihasi, ovoz elish, tahrirlash, suratni kirishtirish, muqobilalaylash, nashrga tayyorlash qatorliq bir yurish xizmatlarini ishlab bugünkidek hamda bir murosim o'tkazyapmiz. Hamda biz umum jihatdan shu kechilikniki plastikasini 3 nuqtaga alayligini yig'incha qildim. Birinchisi kechilikniki tashviqot e'lon loyihasi, ekran loyihasi, oxirgi plastikni putukcha bo'lgan jarayonda bir xil loyiha tuzini qo'llandik. Ikkinchidan surat rejissor tartib kirishtirilib putukcha bo'lgan oyliqda full HD ham hozirdan bo'yicha Çöngavçı deyimiz hem de köpüş kulu şu ölçem oldu. Hem bu şu ölçem kiriştirip tutuzduk.
Yana şu süzüşte texnik yaxshilash uchun odatda temel masjid bo'lmaydi, plastikida bir taqsimay, ikki taqsim chiqardik. Üçüncüsü bahar cihetten halkımızdan muhabbetlarda haqiqiy nashdagi plastik setmeler görüş için, bozuluş için şu dağda küçülüp musludaki plastik pazarına köpüp ketmesini aldığını için DVD plastikinin parça etiliş bahasını 16 yuan, MP3 plastikinin parça etiliş bahasını 10 yuan kılıp mukavga hizmet hem caylardan şu bahar setildi. Hem de biz şu plastikini işlep, neşir kıldırıp, tayakıp bulduk. Hem de yaxşı kılış için gücümüzden berişi tiriştik. Lekin hem de xilmu-xil xatarlıqlar, hem kemçiliklerden hali bulması mümkün. Şuna ustazlarımızdan, kesipdaşlarımızdan, dostlarımızdan plastikin kögendiyken bizge kıymetli fikir tarafını bəlsə, bizim keyinki hizmetlerimizden texmi yaxşı buluş için hem de samimi teklif fikirlerini bir işine ümit kılıman. Rahmet. Hem ahırda merhum ustazımız Alim Abdurrahim Ötkür'ün tövenlik şiiri bilen sözümünü ahırlaştırayım. Rahmet. Ömür menzili ak kağızga oxşar. Her baskan kademde bir izin kalar. Xah mahtan, xah ökün özü onun işi. En adil hükümni el ana yazar. Kötü rahmet. anda olsa tövende az mimarlarını texmi şatlandırış için bir pere. Meşrep, usul, merhamet. Kaşların kara kara kirpiklerin zır zemerey. Kaşların kara kara kirpiklerin zır zemerey. Şarbutunda men köyermen sen yürüysen bir haberey. Ay bir yarım digeysen, ay bir canım digeysen. Kaşlı kaşka ulusa Kaşka olsa buğday bağlıq buğdagay. Yığıya tutqan kişi sevdayı ağrıq buğdagay. Ay bir yarım digeysen, ay bir canım digeysen. Köymen kaşı karağa köymen ey. Köymen kaşı karağa köymen ey. Kaşının karasıdan canlı alarga köymen ey. Ay bir yarım digeysen, ay bir canım digeysen. Men yüzünü aydı sen gözlerin yıldız iken ey. Men yüzünü aydı sen gözlerin yıldız iken ey. Saçını sumbul desem kaşların kunduz iken ey. Ay bir yarım digeysen, ay bir canım digeysen.
Yar kelip oldumdan öse qapqara muңlar maňa yey. Yar kelip oldumdan öse qapqara muңlar maňa yey. Çürülüp oldumda gelse tarkiler dünya maňa yey. Ay bir yarım digeysen, ay bir canım digeysen, ay bir yarım digeysen, ay bir canım digeysen, canım digeysen.